Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining Qashqadaryo viloyati Qarshi shahar bo'limi tomonidan inson salomatligiga salbiy ta'sir qiluvchi qo'lbola yog' ishlab chiqarish va uni muomalaga kiritish bilan bog'liq holat fosh etildi. Fuqaro o'ziga tegishli bo'lgan yashash xonadonining yordamchi xo'jalik xonasida qonunga xilof ravishda qo'lbola usulda yasalgan moy juvoz uskunalarni o'rnatib olib, ushbu uskunalar yordamida iste'molga yaroqsiz yog' mahsulotlarini ishlab chiqarish va aholiga sotib kelayotganligi aniqlandi. Tezkor tadbirda ushbu sexdan 667 kilogramm paxta chigiti, 104 kilogramm juvoz yog'i, 659 kilogramm kunjara, 13 tonna zig'ir doni, 5 dona juvoz uskunasi, 177 dona yelim idishlar va ishlab chiqarishda foydalanilgan boshqa mahsulotlar ashyoviy dalil sifatida olib qo'yilgan. Olingan yog' mahsulotlari tegishli mutaxassislar tomonidan tekshirib ko'rilganda xavfsizlik mezoni talablariga javob bermasligi, iste'molga yaroqsizligi, inson salomatligiga va hayotiga jiddiy xavf tug'dirishi aniqlangan. Hozirda qonunbuzarga nisbatan Jinoyat kodeksining tegishli moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.